Rabbim icabet kıl, Yirakta ana duasını. Ulug Rabbim icabet kıl, Zindanda ata duasını. Ulug Rabbim icabet kıl, Musafir yetim duasını. Ulug Rabbim icabet kıl, Vatansiz g'arib duasını. Ulug Rabbim nasib ayla, Ko'rishga vatan azodini. Ulug Rabbim nasib ayla, Ko'rishga zolim zavolini. Ulug Rabbim nasib ayla, Ko'rishga onam jamolini. Ulug Rabbim nasib ayla, Suyishga vatan tuprog'ini. Ulug Rabbim nasib ayla, Kezishga vatan gulbog'ini. Ulug Rabbim nasib ayla, Vatan tuprog'ida o'lishni. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qarindoshlar, yaxshi turdinglarmi? Bugün Kuzat Altay ishimiz, qarindoshimiz ishimiz bir suhbat olib berishga to'g'ri ko'rdik. Yaqinni yaqi nurg'un egiz pas ishlar bo'lyapti. Mushu Uyg'urlar to'g'riliq bo'lib, Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz to'g'riliq va Arabistondagi va boshqa musulmon ellardagi qarindoshlar to'g'riliq. Shuning bu haqda bir suhbat olib boraylik deb to'g'ri ko'rdik. Menga qilmay Kuzat Altay qarindoshimizni suhbatga da'vat qilay. Assalomu alaykum Kuzat qarindoshim, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qanday yaxshimisizlar? Ekranda qarindoshlar, qanday yaxshimisizlar? Alhamdulillah, hammamiz yaxshi inshaalloh. Shu kuni yaqin emas, tunning yaqin, yarim kechining yaqin. Uyg'urlar har xil davlatlardan, Turkiyadan, suyumlik Turkiyamizdan, Arabistonlardan tutilib ketib bordi. İşte Xitoy qaytirish xavfi bor, işte Uyg'urlar terrorchi, Suriyaning nimasi qitilganligi, har xil aranza tökmet, yana Xitoyning o'yinlari degandek, buni bir mishada bir iç bireyli, mana bir deyishayli deb o'xshash vaqtida bu vaqtda naq maydon qitilmoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lsin, numarim shu ekran ustida turdi. Albatta fikringlarni hurmat qilamiz. Xohlasanglar shu yerdan telefon qilib qilisanglar bo'ldi. Kuzat qarindoshim boshlab asla. Avval ekran oldidagi qarindoshlar, hammaga rahmat. Mana Facebook'dan bizni ko'rgan vaqtlarda fishlanma korkusu mu diyeceğiz Türkçe? Mesela eğer korksanglar başımıza bir iş yapalım deb Arslan Hidayet'ninki YouTube kanalı çıkıp şu yerini görünler çünkü kimlikini onları haklar görünmeydi. Facebook'ta görgen bilen şu yerini kılınlar deb tavsiye kılımı. Anandaki bence uzun yıldan yazı, ben 2 yıl yazı oylap ötken Uygurlar ve terör münasebeti bu sözlerini buraya koyuşunun özümü hata ameliyatı. Ama Xitay'ninki en çok bahanlarının basımı şu. Ki sen yuysasan ölüm aşkara degandek biz bu yerde şu en nazik meseleni Uygurlar yeteri kadar biz bunu ağzımızga almaymiz. Amal ve atlap ötüşke, əgilip ötüşke getirişimiz. Şuna bugünkü bu söhbətimizdə ben bütün oylaganlarımı sizlerden hem berkilmekçi, ortaklaşmakçı. Bolsa takip koygan bolsanız çünkü qarindoshlarimiz faydalanıp qalganligiga men ishinaman. Endi gaplayveraymi yo sen deydigan gapim bormi? Boshqa gapim yo'q. Normal, tabiiy davom qilaveradi. Bu terör nimesi nereden çıktı dese, bu 11 sentabr vakasından keyin bütün dünyada terörçülük karşı bir yukarı dokun götürüldü değil mi? Muşu dolkundan Xitaylar faydalanıp ketdi.
bu PTSD degandek, mesela şu pandemikdan keyin, hozirgi virus vaqasidan keyin xuddi odamlar bilan ko'rsak og'rib qolgandek, mushaq ro'yimizga kasal bo'lib qoldi-ku. Ashuniki ta'sir yillarcha davom qildi. Shunga o'xshash 11-sentabr vaqasidan keyin butun dunyoda terrorist titraydigan, terrorist qo'rqaydigan, terrorist uzoq tura oladigan, terrorist turmaga tiqaydigan bu shunday bir vaziyat shakllangan boshqa bu bir. Ikkinchisi, terrorni asosan musulmonlarga, musulmon millatlarga bog'ligan bo'lg'ashqa Uyg'urlar mushuninki hozir bedelini yillarcha to'layotdi. Mushu Bush administration davrida shu 11-sentabr vaqasidan keyin Xitoylar 3 xil kuchlar qattiq zarba berishdi. Uyg'urlarni diniy radikal qilib ko'rsatish uchun dunyoga mushta jar soldi. Ham bizningki ba'zi tashkilotlarimizni terrorchi deyishga tirishdi, bizning ba'zi liderlarimizni terrorchi deyishga tirishdi. Hamda bu ba'zan vaqtida Xitoy foyda oldi bundan. Haqiqatan Uyg'urlarni terrorchi qilib ko'rsatishga ba'zi ma'lum darajada muvaffaqiyat qozondi Xitoylar. Ham shuni bahona qilib turib vatanimizdagi Uyg'urlarga zulm ishlayotdi. Masalan, isimlarni bormi yo'qmi uqmayman. 2018-yilmi 19-yilmi mening esimda yo'q. BBC'da mening Londonda bergan nimamda, muloqotimda bu Xitoyningki so'zchisi Viktor Ho degan bir Xitoy bor ekan. Shuni shu yerga kelgan vaqtida men dadam nima desam, Uyg'urlar terrorchi, ishonmasanglar BBC'da davlatda endi. Ishonmasanglar Suriyaga qaranglar, 8000 Uyg'ur shu yerda urush qotdi deb ma'noshda dedi. Deganda men qo'pib dedim, "Hey" dedim. Suriyada 8000 urush qotgan Uyg'ur urush qotgan bo'lsa, ularningki vatandagi o'qituvchilar bilan, ishchi xizmatchilar bilan nima aloqasi bor? Dunyoning nerede bir yerda 8000 Uyg'ur Suriyada urush qilsa, vatandagi Uyg'urlarni boshqa hech qanday aloqasi yo'q Uyg'urlarni turmush oladigan ishlar bor. Desam, u Xitoy chanshib ketgan insonlarda bo'lsa. Ana shunga o'xshash bu Xitoyning yillardan beri Uyg'urlarga terrorchi qalpog'ini kiydirish bir tashnaligi bor endi bu. Endi yaqinqi vaqtlarga kelsak, dunyo miqyosida bo'libmi populist lider deymiz. Populizm degan nima desa tushunmaydiganlar yaxshi tushunish kerak. Hozir dunyoda populizm moda. Sahnaga chiqib vaqirash, millatni ikkiga bo'lish, yo sharqdan, yo g'arbdan, yo sen musulmon, yo emas deb shunday bo'lib po'yitish, vaqirash, bu shunga populizm deymiz. Masalan, Donald Trump kim desa populist lider deydi xalqlar. Masalan, Recep Tayyip Erdo'g'an kim desa populist lider deydi. Chunki o'zining siyosatini shu qarshi taraf, biz taraf, A taraf, Ma taraf, maxfiy kuchlar bizni yo'q qilmoqchi. Bizni masalan Donald Trump'mi deganda masalan bizni saylasa Isoni saylagan bo'ladi degan bo'lsa, ba'zi davlatlarda bizni saylasa Muhammad sallallohu alayhi vasallamniki izchilarini saylagan bo'ldi deb o'tirib tushdi. Yani bunga populist deymiz. Mushunda populist musulmon liderlarininki sayesinde hozir g'arb davlatlarida musulmonlarga qarshi bir islamofobiya, İslam'a qarshi bir kayfiyat shakllandi. Endi qarasanlar yillardan beri Xitoylar bizni yaqin bo'lsa mainstream ana akım media, mesela mainstream media degan nima bo'lsa, mesela Turkiyada ATV, Show TV, yaqin bo'lsa Kanal D degandek kanallar, TRT degandek, yaqin bo'lsa Amerikada bo'lsa CNN, Fox News degandeklar, buna mainstream media deymiz. Bu mainstream medialarda Uyg'ur Muslim deyishga bakamroq. Endi men musulmon. Ben Müslümanlığımda namaz kılmayman. Elhamdülillah ben Müslüman deyman. Ama hiç qandaq bir vaqtda, hiç qandaq bir davlatda bir millet hücum uçursa, mesela Rohingya Müslümanları hücum uçuratıb demeydi İngilizce. Rohingyalıqlar deydi o mesela. Bizni marginalizlaştırıp, zorlab Müslüman degeni qo'shib, qilgandan keyin bu Xitoy nima ish qotdi desa, bütün dünyada shakllanayotgan bo'lib, g'arb ellərdə shakllanayotgan islamofobiya shamiliningki aşı bikarlık, aşı şamalını işletilip Uygurlar'a karşı işletmek neymiş ka? Çünkü Müslüman dese malağa yardım azrak kilo dep oyladı Xitaylar. Mesela Tibetlerge kılıngan uçuk aşkarı yardım, halkaralık destek, muşundaq jığınlar bolsun, meyli iqtisadi jihatdan bolsun berilgan yardımlarınki jığılığı da Uygurlarning kılıngan yardım bir gürüşçilik kalmaydı. Siliştirmesi. Neymiş ka? Çünkü biz Müslüman bo'lg'ashqa nurg'un davlatlar bizga yardım qilishni qo'rqadi. Çünkü dünyada Müslümanlar karşı bir kayfiyat bor. Hozir o'ylab baqsanglar, masalan, Xitoylar Yevropa ellariga, g'arb ellariga qarshi, ama Xitoylar bilan musulmon ellar yaqin. Bir tarafdan bu islamofobiyadan foydalanib, musulmonlarni, bizni Uyg'ur musulmonlarini Yevropa ellaridan, g'arb ellaridan jiroqlashtirib, bizni ular bilan bo'lgan orliqimizni ichib, bizim terrorist ko'zga urinsa, yana bir tarafdan Xitoy hukumati arab ellari bilan intayin yaqin munosabat shakllantirib bu nima uchun bunday bo'ladi? Nima ishqa arab ellari yoki bo'lsa musulmon ellari Xitoy hukumati bilan intayin yaqin? Buningki men puldan aloqasi deb qaramayman.
Bu pul ikinci mesele. Birinci mesele rejimning o'xshashlığı. Mesela G'arb dünyasida demokratiya bor, millat o'zining liderini o'zi saylaydi. Her 4 yılda bir qitim lider saylaydi. Bu yerda mesela freedom of expression, fikir özgürlüğü, erkinliği, dini erkinlik, ya bütün erkinlikler bu yerda bor. Aziz qarindoshlar, de. Bu erkinlikler bu devletlerde bor, lekin Arap devletleri qarasanglar, ya yerim sultanlık, ya gayri resmi sultanlık, ya bir ailenin yançıqqa uçup ketken, ya bo'lmasa ma'lum bir guruhning qo'liga uçup ketken bir devletler. Bu devletlerde saylan bo'lsinmi, yag'an saylan bo'ladi, haqiqiy adolatlik saylan bo'lmaydi. Bunda bo'lganligi uchun Arap devletlerideki, Müslüman devletlerideki demokratiyadan uzaklık, u yerdagi xalqninki yeterince kadar yakın bo'lsa belirli seviyede demokratiyanın bo'lmasligi, erkinlik ve özgürlükning bo'lmasligi Xitoydan o'xshash, paralel. Bular rejim o'xshashligidan tufaylidan Xitoy hukumati va Müslüman devletleri bir-birisiga yordam qiladi. Mushundaq bir ve ushbu munosabatda shakllangan. Tuni Politurko deb bir kanalga men nimbadim, ulishkim bo'lamdi. U yerda so'radi, Uyg'urlar terrorist deb Xitoylar shunday deydi. Sen qanday qaraysan deganda men dedim, birinchi yo'q dedim. Mushkam kagicha dunyoning nurg'un yerlaridan cho'ng terrorist vaqalari bo'ldi. Bizning vatanimizda qanchalik terrorist vaqasi bo'ldi? Xitoy Komünist Partisi dedim. Sen o bir dünya urushi, ikki dünya urushini ularni tashlab qo'y dedim. Bir madaniyat inqilobidan iborat 10 yillik bir vaqtning ichida Mao Zedong va uning boshchiligidagi Xitoy Komünist Partisining o'ltagan odami 25 milliondan oshdi. Bir 10 yilning ichida Xitoy hukumatining o'zining xalqini o'ldirishi. Bu hozirgacha o'ltaganlarni hisobga olmaymiz. Yer shari tarixida hech qanday bir rejim Xitoy Komünist Partisidek jiq odam o'ldirib boqmagan. Bundaq davlatninki bütün aparatlarını qo'llanib, o'zining xalqini, boshqa millatlarni o'ltagan bir hukumatni terrorist demay, biz Uyg'urlarni terrorist deyishi aqlga muvofiq emas dedim. Ikkinchi dedim, bir odam sening uyingga bostirib kirib, seni o'ltirib, ayolingga bosqinchilik qilib, bolalarning jigar bo'lakini o'g'irlab qolganlarni men qo'l qilaman desa, sen o'zingning xonangda, o'zingning uyingda, o'zingning mol va jon bexatarligini qo'g'dash uchun, oilaningki mol va jon bexatarligini qo'g'dash uchun kurash qilsang, sen terrorist bo'lmaysan, sen qahramon bo'lasan dedim. Hazır ben dedim, bizning vatanimizda mushuni mi qilolmaymiz, o'zimizni mi qo'g'dayolmaymiz? Bu Uyg'urlarga hatta vatanda, Amerikaga o'xshash Walmart berib qo'ladiyoq setib olgan shu. Pichoqlarning ustigimi lazer nurlar, kimliklarimizni mushunda qilib, zanjirlar bilan bog'lab mushunda ishlatgan bir vaqtda qandoqsiga bizni terrorist deyiladi Xitoy. Xitoyning o'zi terrorist. Tamamdi. Mushunda bir masala mavjud. Meningki hamda qarindoshlar deydiganim bo'lsa, bu Uyg'ur va terror masalasi bo'libmi? Daesh, IŞİD, yakımız Suriye meselesi kelgan vaqtimizda biz burunqi o'xshash gilamning ostiga kirni tiqib, axlatini, o'yini pokis ko'rsatganning o'rniga, kasalni yushirib, o'zimizni sog'lom ko'rsatganning o'rniga bu ishlarni dadillik bilan maslahatlashib, millat suhbatimizda dadillik bilan o'tirib qo'yib, bularni maslahat orqali, xalqimiz bilan analiz qilish orqali qanday qilib mushu davlatlar bizni terrorizm nimasi bilan bog'lab bizni vayron qilish, o'zining manfaatiga cho'qtatadigan bir vaqtda Uyg'urlar qanday qilib o'zimizni qo'g'dayolamiz? Hech bo'lmaganda mushundaq bir problemning borlig'ini, mushundaq bir masalaning borlig'ini e'tirof qilmasak, ko'zimizni yummasak, beshimizni qumga tiqib olsak, xudo to'yga qushi beshini qumga tiqsa, dunyoda qorong'ulik ketdi deb o'ylagandek, biz ko'msaklab emas u narsalar mavjud. Xitoy buni ishlatib o'tadi. Turkiya belirli darajada bundan foydalanadi, boshqa davlatlar belirli darajada bundan foydalanadi. Mushundaq bir vaziyatda biz qanday qilib mushu vaziyatlarni analiz qilish orqali Uyg'urlar birinchisi o'zimizni qo'g'daylaymiz, ikkinchisi Xitoylarningki mushu Uyg'urlarni terrorist ko'rsatadigan, Uyg'urlarni terrorist ko'rsatib turib, bizning vatandagi azizona, ojiz, bizning ma'sum xalqimizni qirg'in qilayotgan Xitoyni qanday qilib turdira olamiz degan narsani biz maslahatlashalaymiz. Ammo buning uchun eng avval Uyg'urlar qo'rqmay bu masalani, qo'rqmay o'tirib qo'yish kerak. Mesela nima uchun qo'rqyapmiz? Mesela bunda vaqalar doimiy yuz berib turadi-ku. Mesela bugün necha bola tutildi, anandaki necha yotdi, chiqdi, anandaki yana bir turkum insonlar tutildi, Suriyaga chetilgan deydi. Buni qanday o'tirib chiqiramiz, qandaysiga bu tavsiyalaring nima masalan bu ishga? Mening tavsiyalarimdan burun men o'zim ojizona men bir siyosatchi emas, men o'zim siyosatchi deb o'ylamayman. Ya bir analizim emas, mening oliy maktab diplomam yo'q, lekin o'zim kuzatish orqali his qilganlarimni xalq bilan o'rtoqlashmoqchi. Vatanga qaytaylik avval. Vatanda
men yaşayotgan vaqtda, men 2005-yili ayrıldım vatandan. Men yaşayotgan vaqtda bir Türkninki vatanga kelishi, bir chet ellikning vatanga kelishi, bu bir Türkning vatanga kelishi. Türkiye'den bir padachi, bir yakınımız mozdoz, bir lampongchi mu kelsa demakchi o'g'lim salohiyat tufayli ya. Kelsa Xitoyninki Anjantin Milliy istixborot idorasi aloqazor bo'lib, bu nima deb keldi? Oq odam qo'yib yotgan mehmonxonasini qurshab, mehmonxonasiga besib kirib, o nimasi kirib so'roq tortib, sen nima deb kelsa bu Şinjongga nima ishing bor deb, shundoq darajada aloqazor bo'lib ketadigan bir vaziyat boti. Qanday qilib 2009-yili bir Türk padachi vatanga kelsa, aloqazor bo'lib ketgan Xitoy tarixida ve Türkiye Cumhuriyeti tarixida tunji qitim yuqori darajalik bir amaldorninki vatanga kelishiga izin berdi, ruxsat berdi. 2009-yili Recep Tayyip Erdoğan Hazretleri efendim deyemdi. Bizning vatanga kelgan vaqtida, endi bu yerda men buni bir tasodiflik deb qaramayman. Xi Jinpingdek zolim, Xi Jinpingdek mushundaq bir nachar insonninki buningga mundala o'tiriblar, mundala bir ruxsat berayotganiga men ishonmayman. Buning uchun endi mening deydiganim aşı ahvalını o'ylayli. Recep Tayyip Erdoğan keldi, Uyg'urlar ko'chalarga chiqdi, yig'izarib, ko'chalarda tizilib turib, Ertuğrul Bey'im çok yaşa degandek atrofda mushunda tizilib bichara Uyg'urlar. Men bo'lgan bo'lsam-mu, men shu xatolikni tuzdim. Ular har chunki unda bir vaqtda biz Xitoydan bizga kelgan zulmlarningki dastidan bizga azroq qo'l emas, chimchiloq barmog'ini uzatsimi, shu odam bizga farishta ko'rindi. Bu Uyg'urlar buni bilmagandan keyin intayin xo'shallik bilan ko'chalarga to'kilib, shunday qilib, chilonlarni berib, orqadan yugurib, shunday bo'lib ketdi. Shunday emasmi? U Xi Jinpingning davri emasmi, Xitoyning davri rahmat. Rahmat Xo'jintovning davriga, xafa bo'lma. Xo'jintovning davriga. Endi bu kelgandan keyin qara. Bu kelgandan keyin qanday bo'ldi? O'ylab baq. Recep Tayyip Erdoğan efendim ketdi bizning vatandan. Aşı Nurbekrimov tan qo'z kesish bu qilib buning hammasi yo'qdi. Uning bilan ko'rishganlarning hammasi hozir turmida, qo'l uzatganlar turmida, kishilar rasm tushganlarning hammasi hozir turmida, ya o'ldi ya qatl qilindi. Ular to'g'riliq. Men bilan men bo'lgan bo'lsam vijdon azobi tortdim. Men bilan ko'rishgan Uyg'urlar, "Ey sen qirg'in qilyapsan, nada to'xtaqin nada, mamtaqin nada, ayol nada, mayol nada" deb so'rash bir Charlie Hebdo'mi mamasi rasm chizgan karikaturlarmi shunda vaqirab arslondek Allohning qilichi islom ummatining arsloni bo'lib o'tirib tushdi-ku. Shunga o'xshash o'ziga bilan ko'rishganlik tufayli qatl qilingan Uyg'urlarga bir yig'im gapimdi endi. Endi qaytib keldi u voqeaga. Undan keyin qanday bo'ldi desanglar, vatanda bir Türk bahori shakllandi. Bu Türk bahori degan nima? Türk naqshlarini anglash, texnik yuqori pallaga chiqdi. Türk kinolarini ko'rish, texnik yuqori pallaga chiqdi. Türk chaylari, Türk madaniyati, Türk stakanlari, Türk kiyim kiyecek satadigan do'konlar, Türk madaniyati, Türk oshxonasi va turuqsizlar bütün vatanda Türkiye kızgınlığı qo'zg'ib ketdi. Bu ajab bir Xitoyning insofi kelib qopti ya. Ajab bir Türk padachi bizning vatanga kelsa, aloqazor bo'lib, chaloq titrab ketadigan Xitoy Türk bahori boshlatishga ajab bir qizg'inib qopti ya. Men bunga aqlim yetmaydi. Men bu vaqtda pasport ilish oyga chiqishdimi tasti. Shunchalik darajada qolib. Öyle pasport almaydığı adam gibi nime de pasport almayısı da zorlap pasportun verdi Uygurlarga. Bu bir. İkincisi Türkiye ile Xitoy arasında elektronik vize şekillendi. Şuna qanday oldu? Uygurlar şu şamalının təsirdə, Uygur Türk baharının təsirdə Türkiye'ye iqin Uygurlar beriş başladı. Başlayan vakitte qanday oldu? Bu bir 2 yıl devam kıldı. Devam qılgandan keyin, bir 2 yıl oxumayman, bir qancha yıl devam kıldı. Devam qılgandan keyin 36 tadbirden okumagan Uygurlar olsa okunlar. 36 tadbirden içinde, Xitoyninki 22 tadbirlerden içinde birisi ögüzüge çıkarıp koyup şotunu tatılı işte bir tadbir var. Aşındaq bir yere çıkarıp koyup şotunu tatılı olgandan keyin ular ögüzünü düşenmey şöyle turup kalıdı deyen gap. Endi bizning vatandan Türkiye'ye çıkan 100 minglarca Uygur var. Vatanda qilib qolayotgan Uygur var. Şaqada u yerda o'tirishga munosabatni kesib, elektronik vizalarni yo'q qilib, anandan keyin tutishni boshladi. Sen Türkiye'ye nima deb chiqding? Sen Türkçini deb naqsh etding. Sen nima deb undaq qilding? Sen nima deb bundaq qilding? Vatandagi Uyg'urlarni valaq tutish boshlagandan keyin Uyg'urlar xuddi o'g'zi chiqarib shotini tatib olgandek, Türkiye'dagi Uyg'urlar vatanga qaytolmadi. Qaytolmay bu yerda qapsilib qoldi. Nima emasmi? Qapsilib qolgandan keyin birinchisi Xitoy bilan pasportini yanglab bermaydi.
İkincisi Türkiye hükümeti bularninki ikametini amal ba çıkırıp vermeydi. Vay bu kolunun uçudaki bir imza. Bu çıkırıp verse hiç kandak Türkiye'ye bir narsa bulmaydı. Vay bu Suriye 5 milyon Suriyelikler berip etken narsa bu Uygurlar berip etsimi bu Uygurlar bir 5 milyon emas. 50 bin Uygur'u bayağı yok Türkiye'de. Mandak oturda ya pasportunu yenilenmey, ya Avrupa'ya çıktanmay, ya Türkiye'de ikametlanmay kılıvakan Uygurlar boğandan keyin bu yerde şartla yoldan birini içip oymuş Suriye'de andak Suriye meselesi oturup çıktı. Bu Uygurlarını sistematik bir şekilde Suriye'ye evetiş operasyonu da değmem mi bunun? Nimişka? Kardeşim, Türkiye çigirisinden Suriye çigirisine 10 kala 20 koy 30 tögü ötse Türkiye hükümetinin haberi buldu bununla. İstihbaratının haberi buldu. Koylamı, keçirlamı uyaktan bu yak ötenmeydi o. Bir çigirden bir çigirga. Acaba bir mınlarca Uygur takipta. Kanda kılıp Türkiye'nin orta yerinde İstanbul'da, Zeytinburnu'nda muş Abduz Uygurlar Suriye'ye evetilgen vaxtıda muşnundan hükümetinin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ki bulup mu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içindeki doğum perecekinin kolları da bunun ki nimsi yok mu? Kolu yok mu? Bu yerde hem de karısan Uygurların Suriye'ye çıkışı kimki paydalık oldu? Sen de bakarsan lilla korkmay bana karşı yapsamay Uygurların Suriye'ye çıkışı en birinci behirlengen en birinci beneficiary deyimiz şununki paydasını kögen kim oldu? Xitay. Nimişka? Çünkü bu malı terörist dep resmi bir ispatlangan boldu. Mana oturluk Suriye'de şu terörist var mana dep şu Xitay paylangan boldu. Şu kalpakni keygizip ispatlangan boldu şu. Dep oylayman. Bu yerda munda bir vaqalar bo'lgan vaqtida amal va kimning vaqaganligi, kimning nimaga teshidiki tashqi suratlarga qaramay bir vaqa yuz bergan vaqtida shu vaqaning zanjir nokta en oxirida kim payda olsa amaliyotda boshlangan shu ishni boshlagan mushular. Masalan Putin shu nimadan keyin yerisinden keyin chiqdimi, kimdan keyin chiqdi? Yerisinden keyin chiqdi deymi? Putin chiqmaylam, qara. Putin burun KGB'de işleyen qol, KGB'den. Chiqmaylam, ma shu Chechenlar o vaqtida Rusiyanın birligi o Rusiyaniki ma o hukumatga bo'lgan qo'llashma ajizlab ketgan, shunda bir ojizlik bo'lib chiqqan vaqt. Shu Putin chiqmay ya yerisining davrida bu ishlar yuz bermagan. Ama Putin chiqdi, shu chiqib bilan uzun o'tmaylam nimada masalan poyezd stansiyalarida portlashlar bo'ldi Rossiyada. Andan keyin teatrlarni masalan Chechenlar egilib bo'lib net yüz odam o'ldi, shunda voqealar yuz berib, andan keyin hammadan bizga kuchli lider lozim deb Putinning atrofiga o'rlashdi. Amaliyotda yig'ishtirib kelsang, u terör hücumlarındaki Çechenlerge işgana paydası yok. Ama ne de yig'ishtirib kelsang, yillarniki o orqaga o'tib qarab baqsam, 10 yildan keyin amaliyotda haqiqatan Putin paydalanib ketgan bundan. Putinga shunda paydasi ketgan bu ishniki. Men bu ishni Putin qildi demayman. Ama buniki paydasini ko'rganda shunga o'xshash. Bu yerda Türkiye'den bir padış gelse alakazada okutduğun Xitay'daki en çentene Uygurlarga şu yerda Türk baharı yaşışka nima qilib Türk qizg'inini qo'zg'atib pasport berib Turkiyaga zo'lab chiqarib anandan keyin Turkiyaga chiqargan tipinkin Turkiyadan 10 minglarcha deb taxla deyotdi menga. Bir balani qo'yapti menga ajoyib nomerlarni berdi, ular deyishni arish yo'q, Suriyadagi bolalar deb qo'yapti menga. Bu yerga chiqib Suriyaga qapsilib qolgandan keyin o'zi Xitay birinci olup hazır bundan faydalanıyordu. Dünyanın neleri varsa yakında bugün Abdülhey Ayıp Efendi'nin makale yazıptı. Germanya'daki bir jığındı mı Uygurlar Suriye'de uruş kılatıdı, Uygurlar terörçü de Uygurların ağzını tuvaklaşka, Xitaylarga yambızışka, Xitay'nın Uygurlarını kırgın kılışka bahane izlevatıdı. Suriye'deki kerindaşlarımız biz sizlerden nimdeyimiz hem de ben eğer gaplarını kıldım Suriye'ye adam solap begenlerge. Ben eğer gap kıldım. Ağzımı eğer gaplama. Ama aldınıp çıkıp ketken, şu yerge Allah rızası için hayırlık niyeti çıkıp ketken insanların ki o yerde aldanganlığını ben bilmem. Ama bulağa hem de Xudayım inşallah doğru yolunu gösterip tekimi yaxşı işler bulup gider. Ama şu Suriye'deki mesele hazır birinci olup Xitay'a paydalı hem de bunun ki bana Türkiye çigirisinden Suriye çigirisiga 10 koy öttiye Türkiye'nin haberi yoksa işenmeyme. Şunlarla bilip kal. Kimnin kulu var bu işte? Bu yerde Türkiye'nin pul koygan ihtiyacı, Xitaylarla olan iktisat münasebeti, mesela Doğu Perinçek'teki adam
Ergenekon operasyonlarından keyin bu burun Abdullah Öcalan'ınki nimisiga kampları verip, teröristler PKK'nın kampı verip, ular gül verip, kucaklaşıp, kılgan bir mavçı hem de bu. Aşınca bir komünist terörçü bu 60'lık yılları. Hatta bununla adam izleşiyle ilgili wanted deyip İngilizce. Tutuşmuyor. Bir cinayetçi bu. Anındakin bu Erdoğan'ın devrde Ergenekon'dan hükümetke darbe kıldı o da siyasi özgürlük, harbiy özgürlük kozgaydı da bununki cinayi kılmıştır tüpeydin. Bu türme kirgen adam. Bu türmeki türmeden kanda çıktı. Türmeden çıkışta Xitay'nın kulu bağımı yok mu? Anlakin türmeden çıkıp kara. Vatan Partisi bulan nemi kırdı, saylamı kırdı Doğu Perinçek. 0,10'dan 2 oy aldı. Bu 0,10'dan 2 oydu mu olsa atisi, hammatisi, urtukalları, anda iş kalan Xitaylarınki adamları bilet taşısa arana çünkü oy aladı bu. Bilet aladı. 0,10'dan 2 oy algan bir adam. Kandaksıga Türkiye'ninki Xitay münasebetlerinde kulupluk yakınmasa aşk kuşluk rol oynaydı. Kandak kılıp hiç kandak bir siyasi partininki rehber bulmay turup yakınmasa bir milletvekilçilik bir bilet almay turup Türkiye'nin siyaside bulup mu Türkiye'ninki taşkı Xitay'la boğan taşkı münasebetlerinde bunda aşk kuşluk rol oynaydı. Subhanallah. Xitayga en yakın, Uygur'a en öç Doğu Perinçek. Hazır Doğu Perinçek ninki meyli askeriyet bolsun Türkiye'nin askerlerinin içinde, meyli bu memuriyet bolsun Türkiye'nin memurlarının içinde, meyli bu milli istihbarat teşkilatı bolsun, meyli bu sakçı teşkilatları bolsun adamları var. Kanda kılıp bununki muşundak PKK ile görüşüp Abdullah Öcalan gül berip apak çapak alışıp yalışıp yürüyen bir adam, türmege kirgen bir adam çıkkandan keyin muşundak küçük bir şahs kaynında. Kanda kılıp muşundak bir tarihi payıtta Xitay'ni Türkiye'ni Xitay'a yakın buluşkuz olaydı. Türkiye'nin boynuna Xitay'a egip verdi. Muşundan bir soraş gerek. Pul nereden geldi? İktisat nereden geldi? Kanda kılıp Türkiye hükümetini bu anlatotu diyen gaplarni soraş gerek. Demek muşu bunun münasebette bu yerde Doğu Perinçek'ten Türkiye'nin içindeki güçlerden Uygurların Suriye'ye çıkışın. Bunu ayırıp karışık olmaydı. Bunu biz itiraflaşımız gerek. Men bir savol tushibdi. Yevropadan Suriyaga ketgan bolalarni nimdaysizlar deydi. Yevropadan Uygurlarmi? Yevropadan Uygurlarmi? Aslında bir qancha adam barken deb anladım ben. Hem de Yevropadan Suriye'ye ketgan Uygur'u bo'lishi mumkin. Bunun içinde Afganliklarmi bor, İngilizlarmi bor, Fransuzlarmi bor, her milletin adam bor. Hem bunun bir qaraplam Uyg'ur qaraplam hem de Chechendagi bir tal qarab 90 kiribsa deb turvasak bo'lmaydi. Chunki Chechenning qolgan hamma taraflar qap-qara ekanda. Shunga 1% bir narsaga qarab 99% hukm qilib bo'lmaydi. Yevropadan Türk nimiga, Suriyaga Uyg'urlar emas. Bir qancha Uyg'ur o'tgan bo'lsa, unutmajik shu Fransuzlar, yerlik İngilizlar, boshqa girmanlarni o'tdi u yerga. Men o'tgan qo'rqinchli bir hikoya ko'rsatganda hujjatlik filmda bir Bangladeshlik bir oila bor ekanda, bular ayol Amerikaga chiqdi, bolalari bo'ldi degandek. Dada uy qaytib keldi, qarasa ayoli, ikki bolasi yo'q. Qarasa bir necha kundan keyin ayoli Turkiyadan telefon qilib tutdi, men hozir Suriyaga o'tyapman deb. Bu ayol shu internetdan oldinib, shundaq voy islom davlati qurildi, sen kofirning davlatida yashasang bo'lmaydi deb, odamning hayoti ust bo'lib ketdi. Qarasa yaxshi uylari pichat, muhandislik qilayotgan odam, shu nurg'un oila ashtaq vayron bo'lib ketdi. Qarsalam o'g'li yutib ketgan, ayoli yutib ketgan. Ashtaq nurg'un voqealar bor endi. Endi nima kelsak, masalan, Uyg'urlar necha oyda bir mushtaq tutilib turib yo'qolib ketib bordi. Bugun rasmiy xabarlar hamda operasion bo'ptimish hamda. Bunun nima qilamiz? Qarsak, bu bolaga yordam qilaylik desakmi, kimliklari o'rtada yo'q, ismlari ast ustun. Masalan, biz yordam qilg'imiz bor, lekin qanda bununla dair bir fikrim yoki bir tavsiyalarim bormi? Mening esimda bir yil oldinmi, bir yarim yil oldinmi bir online database, ilqimishda Uyg'urlar yutib ketsa bir to'g'rilik gaplarni qilgandim. Masalan, meningki ham tavsiyalarim bunda şu hamda. Hamda qarindoshlarımızın bazıları Türkiye'de, bazı qarindoshlarımız Suriye'ye bordi, yenib keldi. Yenib kelganligi uchun biz intayin xo'sh. Şu hamda. İnsan degan ba'zi vaqtida majburiyat tufaylidan majburlanib ba'zan yo'llar kirib qoldi. Bular hargiz terrorist emas, terrorchilik bilan uzundan yaqin aloqasi yo'q.
Hammasi bizningki pak-pakiz qarindoshlarimiz. Sen bizlarni Xudoyim saqlasin, bizmi muhtoj bo'lib ashunchalik darajaga kirib qolsak, bizmi o'sha yerga ketib qilish ehtimolligimiz yo'q emas. Shunga biroq ham ko'zimizni yumib Xitoylik dumboqchab, bularning terror bilan aloqasi bor desak bo'lmaydi. Bu men degandek Doğu Perinçek'ten adamları, yakımız Türkiye'deki karanlık güçler ve Xitay hükümetinin birleşip ilip verilgan operasyonlarıyla Uygurlarının ki Suriye'ye evetilgen, aldangan Uygurlarının, mecburlangan Uygurlarının bir meselesi. Eğer bu yerde günlerden gün kilip, Xudayım saklasın, bir Uygur'a, ma o Reyna vakası olan okşaş, bu Özbek'te birisi Uygur'daydı onu okumadı. Lakin bunun doğrudan birini işgizip lan. Eğer sizler karşısında neticil burun Türkiye'de ana partiler çarşısında Ankara'da bir partlaş bo'lgan, o'zini partlatib olgan birisi, bir-birini aqqush deb birisi. Shu baliga iliq mas'alasdak yo'q, doğrunu berib ekanligini, mana qilsa maslan berib qildi ekan bu shuncha. Xudoyim saqlasin, agar bir kun shunda bir ish bo'lib qolsa, biz Uyg'urlar bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Chunki Xitoy agar mushu Suriyaga berib kelib, u bu qilib, anandan Doriyat meni sujulib, yoqimiz bunun bo'lib ketdi, yoqimiz Xudoyim saqlasin, qanday bo'lishini qat'iy nazar. Agar bir Uyg'ur Avrupa'nın ma'lum bir yerde, yakımız Türkiye'nin istiqlal caddesi Akköy Xudoyim saqlasin, shunda bir ish bo'lib qolsa, Xitoyga bayram, Uyg'urga matem. Buni ish bo'lib bo'lgandan keyin Xudoyim saqlasin deyapman. Agar bu ishni bo'lib bo'lgandan keyin aplikalla, voykalla deb o'zimizni axlab bulanmaymiz. Shunga butun dunyodagi Uyg'urlar, mushu Suriya masalasi bo'lsin, mayli bu DH qatib qolgan Uyg'urlar bo'lsin, mayli bu IŞİD qatnashib qolgan Uyg'urlar bo'lsin, mushuning hammasini birinci biz bütün muhaciretlik Uygurlar ortak eğiz, ortak avaz bilen bu Xitayning uyunu Xitaylar muş Uygurlarning muşaki zolab çıkardı. Bunun işi de Türkiye'deki karanlık güçlerinin rolü ba. Uygurlar eğer aşındak bir iş çıkıp kalsa bu birinci Xitay payda gördü. Şuna bu Xitayning uyunda biz sentaz dediği ben taz davammasak bir iş yok kalsa özümüzde aklap bulanmayımız. Bizning Uygur kanun layihasini ötküzüp, ikinci kanun layihasini kılıp, dünyada bunun için Uygurlarını mesela meyli neygili basam ben, dünya Uygurlara kucak içiş gerek, Müslüman devletleri ki bulup bu Türkiye'deki Uygurların dünyanın baş yerliğe sağ salamet garip dünyasını bir alış gerek de bunda teşvik kılan bir vakitte, pek içine çıkış buldu. Şuna birinci mesele Uygurlar terörist emez, Uygurlar terörist emez, biz pak bir millet. Eğer Xudoyim saqlasin bir ish bo'lib qolsa, buni Xitoy va boshqa qaranliq kuchlarniki o'rtaq operasyoni bilan o'ziga qilib, foydali qilib loyihlagan bir suiqasd deb biz oldinlar davolashimiz kerak, oldinlar maqolalarni e'lon qilishimiz kerak. Bo'libmi bizningki ziyolilarimiz inglizcha maqolalarni yozib, butun dunyoga e'lon qilib, anandan keyin Xudoyim saqlasin bir ish bo'lib qolsa, qara, 6 ay burun, 2 yil burun Uyg'urlar mında gaplarni deganda, mana bizning deganimiz bo'ldi. Demak, Xitoyningki uyini bu deyiladigan bo'lamiz. Bu bir. İkinci mesele, Uygurlar qanday o'zini qo'llash kerak? Meningki hamda tavsiyam, masalan, Mabala kirkatdi, o'zininki masalan ismi, yag'in ismi emas, Turkiyada hamda kunga qilib ishlatgan bir ismda hamda. Mening sizlarga nasihatim, mushunday o'zining oxiratidan emas, astag'firullah, aqibatidan andisha qilgan qarindoshlarimiz o'zining pasportining kopyasini, o'zining kimligining kopyasini kopiya qilib avatib qo'ysin, rasmlari mesela high definition deyimiz hem de yukarı süzüklükteki resimlerini dostlarına berip koysun. Çıraylık resimlerini tutup tatip. Çünkü ertesi sizden bir şeyiniz bir iş yapıp kalsa o koyaylı desek ne mi yok, resim mi yok. Ama resmini ben Instagram koyup pul төлep manguzay desem resimdeki süzükleri tüven boğaçka pul төлesem o manguz mu de. Pul төлep Türkiye'de 200 bin adam kösteydi gentim. 1 milyon adam kösteydi desem mang mı deyim de. Demek ki Uygurlar özünün kıska keşmişini yazıp İsmim Toxtaxun Paltaxun, Vətənim Şərq Türkistan'dan manda yer toxuldum, Ali Məktəbdə bir yerdə oxudum, Türkiyəyə mən mında səbəblər tüpəydim, gəldim. Mən oxuğucu, meninki heç qanaq münasibətim yox, mındaq işlər boldu. Mən şu iqamətimi alanmayatım mən. Hazır Türkiyə istihbaratı ançı məni avar qılıvatıdı. Türkiyə saqçılar məni avar qılıvatıdı. O bu dəpmişib bişin ötken maqaləsini yazıb bütün Uyğurlar. Özün işin dağın adımıge, yakımısa bana, yakımız sana, yakımız Abdülay Ayıpqa birisi evet bəsun, resimlerini evet bəsun, kimliklerini evet bəsun, pasportlarını evet bəsun, maqalesini evet bəsun, muşundaq boğan vaxtıda ya siz yoqab ketsiniz, hiç olmaganda biz meyli bu xalqara keçirim təşkilatı bolsun, meyli başqa təşkilatlar bolsun, insan haqları təşkilatları da biz şunu közlüb sizin davarımızı qılayımız. Eğer sizinki hiç qandaq bir bilginiz olmasa, resiminiz parkta gazı çıkıp da resiminiz bolsa biz bunu çıkarıp
mediaga nim qilolmaymiz, Twitterga qo'yolmaymiz, Facebookga qo'yolmaymiz. Shunga meniki shu Turkiyada o'zining oqibatini andisha qilgan qarindoshlar, sizlarga topshiriq. Sizlarga topshiriq. Jininglarga ishing og'risin. Chiroyli rasmlarni tushib, jiq rasm tushinglar. Balonlarni quchoqlab, shunday qilib, chunki ertaga insonlarning hissiyotini ta'sir qilishimiz kerak. Balonlarni atroflarni qilib, bunda kitob o'qiyotgan, bunda yaxshi rasmlarni tushib, anondan keyin cho'ng kichik Facebookga, Twitterga har xil rasmlarni chiqarib tushib, pasportinglarning kimliklarining kopiyasini qilib, o'zinglarniki qisqa o'zgashmish deymiz, tarixinglarni yozib, anondan keyin bir yoqqa qo'yib qo'yinglar. Beshinglarga bir ish kelsa, yo'qolib ketib qolsanglar, da'voringlarni xalq qilsin. Bu bek muhim. Hey, tamam. Okay. Evet. Menda atqan. Yeah. Yani bu bek ciddi ahvoliqi mening rasga qismiliqi bek ishim sig'ilib ketdi bu Türkiye'ni yaxshi ko'ramizda, lekin doiman ilqi mushtarislar yuz bersa, shu bo'pmi hozirgi hukumatga fuchib ketimizda. Masalan, indaymiz uchun. o'tganda Dolqin hisobini dedi-ku. Masalan, bir imom o'g'rika deb jamiga o't qo'yilmaydi, shofir askiga deb mashinadan chaqirib pichoq qo'yilmaydi dedi-ku. Shunga o'xshash biz Türkiye'ni o'shkamaymiz. Türkiye'nin bazı liderleri, masalan Doğu Perinçek onun adamları, masalan askilik kıldı deb Türkiye'ye göçmenlik kılmaymiz. Türkiye başka, Türkiye devleti başka, Türkiye halkı başka, ama hazır hakimiyetki iktidar başka. Hakimiyetki iktidarına mesela biz bazen constructive criticism deymiz. Bazen Uygurların uç kaşkarı satkanlık için biz bazen özümüzden tanqidi fikirlerini oturup koygan vaktimizde o derhal çapanına saç taşlap düşüp tazdım bekerek taz bulanmay bunun yol koyuş gerek. Şuna bu yerda biz Türkiye'de men mi yaxshi ko'raman, sizlardek men mi yaxshi ko'raman. Men Türkiye'deki nurg'un Uyg'urlar bağmagan, nurg'un Türkiye'nin bunun pishqoqlariga bordim. Nurg'un Türklerden tanıştım. Sizlar qanchalik yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, men mi Türkiye'ni shunchalik yaxshi ko'raman. Türkiye'nin küçük bo'lishini men mi shunchalik xohlayman. Şuna bu yerda Türkiye'ga ayrım qarash kerak bu bir. İkincisi, haliqi men sana deb berganman, deb bermaganman. Şu burun bir bizning mening kichik vaqtimda qara Arslan. Peyzivat'ta, Qashqar Peyzivat'ta yatavergan vaqtida biz Rabia Qadir So'disariyadagi tijoratchilar birlashib, mashinda yemek, içmek, kiyim-kechak narsalarni Qashqar Peyzivatga olgan. Opasa bir bichara qiyradan kiyimlarni tushirib, tomoqlarni berib olsa, bunday qilib partiyaga rahmat dedik. O, bugün partiya bermi deysan ha? Bunu Rabia Qadir So'disariyadagi Uyg'ur, saxovatchi Uyg'ur tijoratchilar berdi desa partiyaga rahmat deb o'tganda, shunga o'xshash Turkiya qarindoshlarimiz. Birinchisi, Türkiye Osmanlı'dan kelgan bir devlet. Osmanlı imperiyası şu insanlarını kurup devletçilik nazariyesi, ahlak, kültür, medeniyetini şekillendirmişse hazırki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuramaydı. Osmanlı ahırlaşkandan keyin şu Osmanlı'nınki yetiştirgen ahlaklık, vicdanlık, vatanperver insanlarını Mustafa Kemal Atatürk oturup koyup o yerda Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. O Cumhuriyet yine hazırlıkça devam kılıp şunun o'xshash hazır sizge meyli vatandaşlık verilsin, meyli nim verilsin, hiç kim anasının yançukudan, dadısının yançukudan, tumurdan kan çıkırıp vermeydi sizge. Sizlerge verilayotgan imkanlar Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin nesli o. Herkes bir şahsınınki, yakınmısa bir başbakanның, bir bakanның, bir ministerning sizge qilgan shaxsiy yardım emas. Hiç kim sizge shaxsiy yardım qilmadi. Şuna kimge rahmet etishini bilaman. Birincisi Türkiye'ni qurganlarga, ikincisi Türkiye xalqiga rahmet ayting, ammo oy palanchi rahbar deb unda bak şapaatchida ko'rkishning hojati yo'q. 10 kunni aldırğı deyman, şu Amerika tarafidan Secretary Pompeo şu ETIM, Şarkı Türkistan İslam Hareketi'ni artık biz terör teşkilatı deb kömeymiz deb ilan qildi rasmi. Amerika tarafından terör teşkilatı deb kömeydigan bo'ldi. Bu nimadan direkt berdi? Mesela nima uchun bugungi kunlikda bunu ilan qilg'isi kelib qoldi Amerika davlati sence? Men agar yine deb qo'ygan gapim, men bir siyosiy analizchi bo'lmasku endi. Mening o'zimniki his qilganlarim. Hozir Donald Trump ketganda qilib turdi. Bu aniq bo'ldi mencha. Ketishdan burun ba'zi maqolalarni o'qisam, mang'ash bir ishkini o'rgatib Xitoyga ashtab minishni xohlayotgan bo'lishi mumkin.
Hem Xitoyninki davlat manfaatiga bir bevosita ziyon yetkazganligi uchun Xitoyga o'shqanmi bu Donald Trump deb ashab o'ylaymiz endi biz. Talatni qarab siyosatchilar bilan istig'ol olmaydi endi. Bunda bir vaziyatda mushuni qilishning o'ziniki Türkçe gider ayak deydi endi. Mang'icha qilayotgan bir nima deb o'ylayman. Ikkinchisi har qanday bir davlat bir qarorni olgan vaqtida o'zining davlatining manfaatini o'ylashmay turib qilmaydi. Endi mencha bu yaxshi bir boshlanish. Bularni keyin bir yerda ishlatamdi, uni uqmadim. Lekin undan boshqa meniki bir nimam yo'q. Bu intayin Uyg'urlar uchun yaxshi bir ish deb qarayman. Ya'ni burun masalan burundan tortibmi asli surishtirib kelsak, unda bir tashkilotdan isbotlangan bir shaklda bir terror harakati o'tkazgani isbotlangan tarixi azaldan yo'q. Buni hatto Dr. Sean Roberts tarafidan yozilgan. U mu azaldan bu terror tashkilot deb ko'mayman deb. Andan keyin masalan Indoneziyadan ballar qaytilgan. Andan keyin bular chiqib azroq mening sal nima kalamni o'tmagan yerim borchu. Azroqlar sal mushu acaba terrorlikqa chetilib qolgan ballarlar mayli qaysi davlatlardan bo'lsin, bizning tashkilotlar yaqinlashqisi yo'qchu. Abay degandek sebepler tüpeyli. Bunun yani artık neymiş korkayımız değil mi? Zaten dünya o kadar bir şekilde iğir kömeydi de olayım ama. Bu mesela bu Uygurlar mı korkmaydı o? Devletler mi korkudu mesela? Mesela Guantanamo'da sulangan Uygurlarını aşağıdaki atalmış Müslümanlar aşı oğu çıkanda aşı iki çakısı yok Uygurlarının amını pısıplam Amerika hükümeti satkan mesela. Bular keyin akilib sen müşündak Taliban kensen, bu kensen de bularını sorak kılıp en ahırda bularınki bir günah masum Uygurlarını bilgenligini bilip durup Guantanamo'dan ispatlandı ya. Ya bular Amerika hükümeti özüyor, bular terörist emasken. Deptusunu dünyada hiç kim ağılmadı. Bir Albanya bir kançını aldı. Albanya mı oğan bala erkekçilik var, bu Albanlar mı Kosovalar, Alban ikisi bir millet koy. Oğan baldaçılık var mı kardeşime bularla. Bunda bir micazi var hakçı bu. Ulağım rahmet. Anlık inin birisine bir yerdeki yarışanın bir yerdeki bir aral varken şöyle evet etti ulanı. Demek bir adamga bir terör nimesi ipişip kalsa hele o teşkilatlarken devletler mi korkudu? Şuna mesela o Indonezya etki etmek bu vaxtda Xitay bunu mesela terörçü digendikin lan nurgun devletler tır titredi. Şuna biz muşu terörçü dese yotqanını yıpıplam gilemden astığı tıkıplam ötküzü etmeyi bunun keyin avazımızın bariçe Uygurlar terörist emas deb bütün dünyaya bir faxrlanıp durup diyemesek hazır şunda Uygurlar biz özümüzden mi şent sonmasa bulan terörist el olmasa emas ki elbette dünyanın şent sonmaydı da. Bu kandan bir mesele desen mesela hazır virüs yuqatıdı mesela. Sen bana men kopup ko'nglimda mesela Arslan'ın ki koronavirüs oldu mu olmadı mı? Ben bunda oylasam sen bilen herkes görüşemeyim. Korkma. Senin boğanlık mı bombaganlık mı 9. mesele. Bombadan belki ya buldun. Ama o kesinleşmeyi durup insanlar seni görüşünü korkudu. Şunun hoşlan bir iş. Bunun için teşkilatlarının ki kardeşinin ki yakımız teşkilatlardan vaysaşının bir haceti yok. Ama bu ne? Halk ammısı buluş sütümüz bilen hemimiz dadıllık bilen bu işlerini meslet kılışımız gerek. Uç kaşkarı değişimiz gerek. Meseleleri oturup koyuşumuz gerek. Kolumuzda ispatlar olsa halkara, medyalara öğretişimiz gerek. Lekin mesela Indonezya ballarının bir o'xshamagan tarafi ular yitirganni yetib bo'ldi-da. Ular asli terror tufaylidan yetib bo'ldi, jazosini o'tib bo'ldi. Bular artık nima free insonlar, mustaqil, ozod bo'lgan insonlar, bular ma'sum hisobda. Chunki they paid jazosini o'tib bo'ldi. Da, shu bu voqea o'xshamaydi. Neyse, men bir savol tushibdi-ki, bir qarindishimizdan. Deylen yemişki Avrupa ve Amerika'daki teşkilatlar Türkiye'deki pasportu ikameti yoklaş için ektirgan yolunu mangmaydı. Bence ularning bexatarligi hozirgi vaziyatda g'arbda bekra kapolat bo'lishi mumkin deb qarayman debdi. Buni kardeşimiz rahmat. İntan yaxshi fikir bu. Ben dek Müslüman deylen tırnak içinde Müslüman deyimiz bu. Ameliyatda bularning Müslümanlıkla yakından jiroqning aloqasi yo'q. Bulardan bence bir Hristiyan, Yahudi ve Nasara qarindoshlarım bulardan tıqroq bekrak yaxshi deb o'ylayman men. Bunu bir deb qo'yay. Mesela nima deb Müslüman devletleri de Uygurlar bexatar emas. Çünkü Müslüman devletlerinin rejimi bilan Xitoy devletlerinin rejimi, odam boshqarish usuli, ticari uslubi endisi hamma narsa o'xshaydi.
Şuna bu diktatorlar bir-birisiga yordam qiladi. G'arb davlatlari demokratiya, erkinlik, qonunning ustundagi degandek shundoq narsalar bo'lg'ashqa, bularda albatta Uyg'urlarning bexatar bo'lishi intayin tabiiy ahvol. Shuna biz mayli Misrdagi qarindoshlarimiz bo'lsin, Taylandlik qarindoshlarimiz bo'lsin, Turkiyadagi qarindoshlarimiz bo'lsin, Yevropaga chiqishni, Amerikaga kelishni butun ko'nglimizdan xohlaymiz, Kanadaga ketishni xohlaymiz. Ammo bu iliqindek bir mundaqlar berib ham akildigan ish emas. Bu intayin jafoliq yillarcha. Bununla neçə yıl vaqt gidiyor. Eğer kılalısak neçə yıl vaqt gidiyor. Mesela nimede Amerika USCIS Amerika'daki Köşmenler İdaresi'ndeki intayin mühim bir yukarı dereceli emeldarlarla görüştüm. Bunu bir 6 ay 7 ay bulup kaldım. Nimeden burun 6 ay 7 ay olmaktı. Pandemikten burun görüştüm. Görüş bir Uygur köşmenlerine akıldığı meselesini desem hazırki vaziyette burun mesela yıllık mülteci dediğimiz siyasi köşmenma hem de siyasilik panaltılayan insanlar. Bunlar arkasında 135 milyonunu aşağı bir nasıl top. Bıraklar nölgü çürük tüken. Nölgü yakınlap kaptı ki Donald Trump'ın devrede. Ya da hem de aşırılık derecede tesleştirirken de bu işlerini. Bu ya da birincisi bununla bir kanun çıkış gerek. Temporary protected status'tan da yakınmasa ayrım bir Uygurlarga bir viza kategorisi açarsa bu kıyırındaşlarımız avazını çıkarmasa oturup oy mani yaksan palançı yo'q qolgan bo'ldi da bu o'tganda o'zing ko'rding. Bu yerdagi Turkiyadagi masalan yo'lsizliklarni, rüşvetlarni o'tirib chiqqan vaqtimizda vatan uchun guvohlik bermagan insonlar o'zining onasi bolasi uchun guvohlik bermagan bo'lsa, "Vome Şinjan xalifan, vome İstanbul xalifan" deb chiqib dutta tamburlar chiqib boshida qilib ketdi. Bunda qilgan vaqtida qanday bo'ldi desa, munda bo'ldi qarindoshlar. Yevropa davlatlari, Amerika, Kanada davlatlari huquqning ustunligi erkinlik demokratiya bo'lgan davlatlarda biz boshqa davlatdagi Uyg'urlarning bexatar emasligini ularga isbotlay olsak, ular insoniy nuqtadan tutib bularga akilli deyishdiganga bir yo'l ochadi. Bular qo'pib televizorda "Vome Şinjan xalifan, vome İstanbul xalifan" deb naqsh etib o'tsa, bularni kim keladi? Voy Uyg'urlar bax qo'shilgan. Tas qoldi Norvegiyadagi bir Uyg'urni qo'g'lab keladi. Norvegiyadan bir Türkiye'den kelgan bir Uyg'urni qo'g'lab tas voy qandoqsiga Tayyip Erdo'g'an degan eng islomchi, eng turkchi bir lider, dunyo ummatining lideri tursa, qanday qilib sen bu yoqqa chiqib kelding? Bu yog'anka seninki siyosatxonaliging deb tas qoldi qo'g'laklar. Bu shunga meningki deydig'im amal va qarindoshlarimiz qo'linglarda isbot, qo'linglarda shunday belge bo'lsa, ovozinglarni yo o'zinglar chiqaramlar, menga aytib turinglar, men qo'llayman nimalarni. Anda qilsanglar biz masalan State Departmanı Tashqi ishlar ministriga uya borgan vaqtimizda yo'lni bularni agar ashundaq bir qonun chiqara olsak, ashundaq bir qarornoma og'iz olsak, andan keyin Uyg'urlar asosan bir nima bo'ldi. Masalan, men Turkiyadan kelgan vaqtimda qanday bo'ldi desam, pasportimni vaqt o'tib ketgan. Iqomatim yo'q deb. Qanday bo'ldi desam, meni qabul qilingandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan Amerika konsulxonasi menga bir poch qog'oz chiqarib berdi. Ya bu shunday bir poch qog'oz shunda. Bu qog'ozni tanishtirib men Şirin'den ötüp Amerika'ya geldim. Ama devletler halasa sizin bir parça kağıtdan ekleyleydi. Şununla bizim yol menişimiz gerek. Bu şununla bütün dünyadaki Uygur'a avaz çıkırış gerek. Bu birinci mesele. İkinci mesele. Bu ya kağıtdaki nemi yapmış, nerede durdu, kandak İngilizce gündü, kandak Germanca gündü, bu mesele var. Lojistik tarafı var bu yani ki aklının yan çıkırsa ekleyebilmeyi bir adamla ekleyesanlar mesela ben 2018-19 yıllarda bir 20'ye yakın balık geldi. O $100,000 çıktı da olanınki çıkmıyor mesela. Mesela Uygur İglik Türkçüler Birleşmesi buluştuğumuzda ben özem kulağımdan kiliş çıkıldım şu işlerini. Bulanın kâgendeki kanuni resmiyetleri var. Hem iş pullanmadı. Bu adam da Uygurlarınki özem bilirse kollasa Allah razı olsun rahmet sizge. Biz sizinle kollayımız deydi. 3 gün yan çıkırın çıkırıp $5 verdik adam. Ya 2% ya 3%. Şu bununki iktisadi lojistik taraflarının var. Şuna bununki bu şunda qadam bosqichlar var. Bizdagi birinchi bosqichning birinchi bosqichi, 0 bosqich ekan bu. 0 bosqich nima desa, 0 bosqich shu davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning bexatar emasligini belgilar va isbotlar bilan xalqaro jamiyatga isbotlay olishimiz. Bu bir. Ikkinchisi, Suriyaga ketgan Uyg'urlarningki Xitoy hukumati va Turkiyadagi qarang'u kuchlarningki o'rtaq operasyondan shu yerga aldanganligi bu ikki. Bu shunday belgilar bo'lgan vaqtida am bir şeyge varanda ben kopup mençe mening his qilishimcha shundoq Turkiyadagi Uyg'urlarning turmush yaxshi emas miki desam chiqar bana da chiqirib turdi meni. Shu belgilar lazım bizga.
Aşını kılmavatımız. Şu. Mesela ülkende bir kendişimizden ben bir vasıta bu bir neçe ketim kıldımda şu kıgan çağda çokum keskin turamaydı, itamaydı, hayat havp işçide de durup mangısa bu mangıl bulmaydı. Abay degende mın panalık bu yollaylıqı bunun bir kapalet kısmı var. Bağanlıkin kim qaraydı, ağrıq cəhətdə işlemdi, qaysı təşkilat bunun nurgun işi baki mundaqlam ekil vağıl bulmaydı ya. Ma fikri qanda qaraysa İstanbul hükümeti şəhər başlığı Xitay pərəst. Belki bu qitimki operasyon ular tərəfindən qılınğan buluş mümkün degendik. Şəhər başlığınınki Milli İstihbarat Teşkilatı bilen yakın mesela Türkiye yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü bilen terörle mücadele olan bir vasıf başkuranmaydı. Aslında bu İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nunki başkurulan terapi götürdü bu işler. Ben o gerçi o Xitay pərəst bolsunmu? Onunki bunun bilen bir alakası balığını bilmeyim. Hem de ki yığıştırıp gelsen hamımız bir cangalının börüleriğine. Onu mesela Ekrem İmamoğlu da koymuş. O İmamoğlu'nun başkanının oğlu mu? Nimenin oğlu bir jinesi gelinmeydi. Lakin onunki bir Uygurların tuttuğu vay ki onun yerim buldu deyişini ben oylap yetemeyim hem de. Tamam, vaxtımı bireye verip kaldı. Başka köň sözlerin ne ahırkı köň sözlerini ivalay en ahırkı tavsiyeler bolsun degendek. Mening bir gepim bor edi, men hozir unutib qoldim, lekin shunday olsun kim nima qilamiz? Lekin men Uyg'urlarga deydiganim darıl bulunla bu meseleni biz o'tirg'i chiqarib demigan siri, yumshagan siri bu ishlar texim ig'irlashmoqdi. Suriyaga chiqqan qarindoshlarimiz o'zimizning qarindoshi. Hech kim bilan terrorchi demasi kerak. Bular terrorchilik qilib bir boshqa davlatlarga bir yomonlik qilmadi. Ularning oldinib chiqqanligini ham ishlayman. Lekin nurg'unlar aldanganligini ishonmaydi ular. Chunki ular Alloh rizosi uchun haqiqatan xolis niyat bilan chiqqanligi ehtimolligi bor. Hamda Xudoyim shu yaxshi niyatim deb bo'lsa-mu, yaxshi bir chiqish yo'li berishni Allohdan tilayman. Anam lekin Türkiye'deki qarindoshlarga mening eng oxiri deydiganim bu mencha agar Türkiye'de yaqinda bir hukumat almashmasa bo'libmi Türkiye'deki iqtisodiy bo'hronninki ig'irlishi Recep Tayyip Erdoğan efendininki kuy o'g'lininki Instagram'dan istifa berishi masalan Türkiye iqtisodininki texmi ig'irlashgan vaziyatni ig'irlashganligini derak berdi. Türkiye Merkez Bankası'na atangan yeni şahsınınki deyişçe Türkiye hazinesinde pul kalmaptı. Dolar kalmaptı kardeşler. Çünkü derecede xatarlik bir ahvalda. Türkiye'de askıda ekmek projesi. Yani insanlar açlıktan bir parça nanga zar olduğun bir vaziyet kağıtında. İqtisadi bohran buluvatkan bir vaziyette hem de hükümetin kimi hem de nimiz kılışımı tersen de xalqni boshqarishi, qayta yengib chiqishi bunundaki nim deyishimi belgilamaydi. Dağılgıç vaziyetle buluş ihtimali intayin yuqori. Bunda bir vaziyette Uyg'urlar şunu bilish kerak. Uzun muddetde yakımız qisqa muddetde bir qancha yil ichida Türkiye o'zini deb Yevropa Birligiga kirib, Yevropadagi demokratik bir davlatga aylanmaydi. Bu bunda tiz bo'lgan ish emas. Buningga uzun yillar vaqt ketadi. Bu bir. Mushu jarayonida Uyg'urlarning turmushi texmi qiyinlanishi mumkin. Şuna mening sizlarga acizana tavsiyem alamsiz ammamsiz o'zingizning ishi. Ama acizana tavsiyem G'arbga qarshi, Hristiyanlarga qarshi, Yahudilarga qarshi gap so'zlarni, Amerikaga qarshi gap so'zlarni qilmang. Masalan, Charlie Hebdo voqeasida sakrab tushib degan shunday qilib ketdi. Voy, bir avval bir Muhammed Aleyhisselam'ın bir resmini chizibdi. Bizning vatanimiz Sharq Turkistonda on minglarcha Muhammed ismli qarindoshlarimiz katta qilinyapti. Ularning Muhammed bu yerda bir parcha rasm bor. Payg'ambar Aleyhisselam sallallohu alayhi vasallamniki sha'ni to'yib qolmaydi. Ular bir parça resim tushib ketgan, yüzü tushib ketmaydi. Ammo shu yerda qalli kesgan insonlarning Payg'ambar Alayhisalom o'zining qallisiga qarab, Makkada sajda qilayotgan vaqtda, mushriklar nima degan desa, o sajda qilyapti, qaysinglar ma nimaningki Tögünün öpgizatı. Tögünün aşqazını poxulan, bir poxulan 100 kilo qo'yib qo'ydi desa, bir tantak qilib, men qilaman deb shu poxni Şu to'shaq po'qni Payg'ambar alayhisalom sajda qilayotgan vaqtida, eng yaqin vaqtida, Allohning eng muborak Makkasida insonning eng muboraki o'zining peshonasini yal qo'yib, eng muborak bir xizmat qilayotgan vaqtda 100 kilo po'qni kelib ustiga qo'ygan Payg'ambar alayhisalomniki. Hazrat Fatima
anımız kilip ammıgıca hiç kim gayret kılıp cüret kılıp alanmıgan şunu. Ağandaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağanma, kallasını alaylı, küsüyteyle degen ma. Aşında küsüytilgen, bu şundak terörist hücumlarını mı? Aşta baktap жүрген bizdeki ahmakane kıyımdaşlarımız var. Ya bular beşmoğma Xitay'dan ki, ya bizim adamlarımız biz değilsemiz beşmoğma okşamaydı. Şu an benim size tavsiye ederim aziz kıyımdaşlar. Amal var Türkiye'deki kıyımdaşlarımız. Amerika'yı düşman kılmalar, Avrupa'nı düşman kılmalar, Garip devletini düşman tutmalar, demokratiyani düşman tutmalar. Ertügün kallımızı kesimiz, Xitayga solap birimiz, aşı Mısır'ın evvel kılgan Xudayım saklasının aşında bir şey kalgan vaxtıda yine bu devletler sizge sahip çıkıyor. Çünkü hukukun üstünlüğü, kanunun üstünlüğü bu yerde demokratiya bağ devletler mağı. Çöndünüz mü? Şuna benim Türkiye'de kıyımdaşlara tavsiyem, mandaqılıqı DH bolsun, yakımız bazı teşkilatlar bolsun, bunlardan uzak durup, dinimizni, üyümüzni yaşap, azı pandemik olgan eken, 5 vaxt namazını öyde okup, dinimizni saran adamlardan öğrenmey, İgis baskep kıldığan. Peygamber Aleyhisselam siyer, için sünnetini, için Buhara'nı, için Tirmizi'ni, için Kur'an-ı Kerim'ni, bu şunu ügünü. Ama ayadın İslam'ı qoğdayma deb, garip dünyasını satlaştırdıgan, garip dünyasını düşmanlaştırdıgan, xudi bu Türkiye'de qara, ma Kurtlar Vadisi degan 4 kinoning ta'sirida insonlarningki aqliy iqtidori tuvallab ketdi. Bu Türk yoshlar deb o'ylaydi desa, Amerikada insonlarning ishi kuchi yo'q, hech qanday qiladigan ishi yo'q. Qarang'u mundaq yerlarda Shamlarning yo'riqida qizil bayroqlar bilan shaytoniy bir nimada o'shkining qinni ichib biz Turkiyani qanday yo'q qilamiz? Ya bularning bu vaqti yo'qsin Turkiyani o'ylaydiganga. West Virginiyadan kichik bir bizningki bir qo'shni bir shtat bor. U yerningki iqtisodi Turkiyaning necha bes tushdi qarindoshlar. Shu bu Amerikalik yoshlar ilm, irfon, o'qish, bu artificial intelligence, kelgusi texnology bunda ishlardan shug'ullanadi. Bu Turkiyada o'tirib kecha kunduz biz musulmonlarning qanday yıldızını kumur ötümüz hep otamaydı bular. Şu bunda conspiracy teorimiz dediğimizde suikast nazariyesi kırmanlar. Amal ve kallanlarını xalqlar araştırınlar, İngilizce gününler, çok güzel işler için onlar, makallarını ma Türkiye'deki yerlikindeki saran ATV'ni görüyorsanlar, ATV'ni görüp, ATV'nin bir yıl köke adam kara, taşkı siyasette, işki siyasette, xalqara siyasette, doktorluk unvanı aldık yakar. Tüketkendekinden oturup çayxanda çay içtimlap oturup yarışanın vaziyeti to'g'riliq yakılgan kaldı ki. Bunda işlendi taşlap aziz qarindoshlar. Maqala okunlar, ilim penge yüzününler, garip dünyasıga düşmanlık qilmanglar. İlmi, medeni, Mehmet Ali Tevfik efendimdek mındaqa, kostum burukni kiyip, güzel glaskun taqab, mında yaşaydigan, mında bir adam qarısa, sizlerle kucaklaşkısı kildigan, Amerika'ya ekegisi kildigan, Avrupa'ya ekegisi kildigan bir obraz yaratınlar, obraz. Şu obraz bek mühim. Anda obraz yaratmanlar, karma karşı obrazını. Hem de benim en akıl nasihatim şu. Buldu, Allah razı olsun. Kiler kıtım köreşkiçi aman bulunlar qarindoshlar. Rahmet Kuzat Altay efendim. Kiler kiçi. Amanlar rahmet takmıyorlar. Buldu. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullah.